Yakuniga yetib borayotgan haftaning yana bir muhim voqeasi. Prezident Shavkat Mirziyoyev suv fondi yerlari hamda sel suvlaridan foydalanish samaradorligini oshirish chora-tadbirlari yuzasidan yig'ilish o'tkazdi. Suv bu faqat tabiat ne'mati emas, balki bugungi kunda iqtisodiy taraqqiyotning tirik tizimiga aylangan strategik resursdir. Uni qanday boshqarish, qanday tejash va qanday yo'naltirish masalasi endi faqat ekologlar yoki irrigatorlar doirasidagi texnik mavzu emas. Bu bevosita davlat siyosati, hududlar taqdiri va kelajak iqtisodiy modeli bilan bog'liq masalaga aylandi. Shu ma'noda davlatimiz rahbar raisligida suv fondi yerlari hamda sel suvlaridan foydalanish samaradorligini oshirish bo'yicha o'tkazilgan yig'ilish suvga bo'lgan qarashni tubdan o'zgartirayotgan yondashuvning davomidir. Yig'ilishda suv infratuzilmasi sarflanadigan tizim emas, balki daromad keltiradigan aktiv sifatida talqin qilindi. So'nggi yillarda O'zbekistonda irrigatsiya sohasida amalga oshirilayotgan ishlar ko'lam jihatidan ham, mazmun jihatdan ham yangi bosqichga chiqdi. Xususan, 150 ming kilometr daryo va kanal o'zanlarini betonlash ishlari natijasida yiliga 1,3 milliard kub metr suv tejalayotgani bu siyosatning eng aniq amaliy natijalaridan biridir. Bu hajm Navoiy viloyatining 1 yillik suv iste'moliga teng ekani bu raqamning miqyosini yanada yaqqol ko'rsatadi. Yig'ilishda ilgari surilgan eng muhim yondashuvlardan biri suv infratuzilmasini iqtisodiy makonga aylantirishdir. Daryo, kanal va suv omborlari atrofida turizm, xizmat ko'rsatish va tadbirkorlikni rivojlantirish orqali hududlar iqtisodiyotini jonlantirish g'oyasi ilgari surildi. Jahon tajribasiga ko'ra, suv infratuzilmasi atrofidagi turizm loyihalariga kiritilgan $1 investitsiya $10 iqtisodiy qaytim berishi mumkin. Shu nuqtai nazardan suv havzalari atrofidagi hududlar endi geografik chekka emas, balki investitsion markazga aylanishi mumkin bo'lgan nuqta sifatida ko'rilmoqda. Mazkur strategik yondashuvni yanada mustahkamlovchi muhim hujjat suv xo'jaligi sohasida bozor mexanizmlarini keng joriy qilish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident farmoni imzolandi. Farmonga ko'ra, Suv xo'jaligi vazirligi huzurida suv xo'jaligida bozor mexanizmlarini joriy etish davlat muassasasi tashkil etilib, suv fondi yerlarini turli yo'nalishlarda ijaraga berish tizimi yo'lga qo'yiladi. Farmonga muvofiq, Suv xo'jaligi vazirligi huzuridagi suv xo'jaligida bozor mexanizmlarini joriy qilish davlat muassasasi tomonidan suv fondi yerlari bir qator yo'nalishlarda ijaraga beriladi. Jumladan, suv fondi yerlarining sohil bo'yi hududlarda turistik xizmatlarni tashkil etish hamda plyaj zonalarini barpo etish va qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish uchun foydalanish imkoniyati yaratildi. Shuningdek, suv xo'jaligi obyektlarini tozalash jarayonida hosil bo'ladigan qum shag'al materiallaridan foydalanish ham tizimli tartibga solinadi. Bu jarayon nafaqat ekologik xavfsizlikni ta'minlaydi, balki iqtisodiy qiymat yaratadi. Bu daryo va suv o'zanlarini tozalashdan asosiy maqsad mana shu qirg'oqlarning o'pirilib yemirilishi, atrofdagi yer maydonlarining yuvilishidan saqlab, hamda ularni mana shu daryo va soylarni ravon oqishi, shaffof oqishi to'g'risida muhim ahamiyatga ega. Eng muhim va bir vaqtning o'zida eng murakkab yo'nalishlardan biri sel va toshqin suvlardan foydalanish masalasidir. Iqlim o'zgarishi sabab so'nggi yillarda qisqa muddatli, ammo kuchli yog'ingarchilik ko'payib bormoqda. Ayniqsa, Samarqand viloyati, Toshkent viloyati va Jizzax viloyatining tog'li hududlarida sel xavfi yuqori. Shu bilan birga mamlakatdagi 60 ta yirik soy orqali yiliga 690 million kub metr suv behuda oqib ketmoqda. Bu esa katta ekologik yo'qotish bilan birga ulkan iqtisodiy imkoniyatning ham yo'qotilishidir. Yig'ilishda ushbu suvlarni boshqarish orqali 13 ming gektar yer maydonini qayta foydalanishga kiritish, suv ta'minotini yaxshilash va baliqchilikni rivojlantirish imkoniyati mavjudligi qayd etildi. Bu yondashuv selni faqat xavf emas, balki resurs sifatida ko'rish zaruratini yuzaga chiqaradi. Bugungi islohotlar mohiyatini bir jumla bilan ifodalash qiyin, lekin uning umumiy yo'nalishi aniq. Suv endi faqat resurs emas, balki iqtisodiy imkoniyat, hududiy rivojlanish drayveri va investitsiya makoniga aylanmoqda. Murojon Axatov, Aydos Ermikbayev, Azang Zakov, Yangi zamon informatsion tahliliy dasturi uchun